sotigini 7 mingdan deyapti. Aka 7 mingdan joy qimmat desam, aka kelaversin, gaplashamiz dedi uy egasi. Farg'ona shahar MTSda bo'lyapti. Katta yo'lni bo'yidan kirganda mahallaning ichida 3 sotik, 3-1. Eniga 16, uzuniga 20 joy sotilyapti. 7 mingdan sotiga dedi, yo'q qimmat desam, aka oladigan odam kelsin deyapti, gaplashib baraka qilamiz deyapti. Sveti bor, suvi bor, gazi bor, hujjat tayyor nomzod o'tadi. Hayta bir xona uy bor, mana kiramiz. Bir xona uyga. Mana tayyor pinablokda qurilgan uy. Endi tevasi boshqa-yu, tevani o'zi uchun bir qator to'sin tashlab turib, loy bosib, tom qolasiz. Xullas, aytish bo'yicha, sanuzelga o'rni bor, hojaxonaga o'rni bor, koridorga o'rni bor, hamda bitta xonaga o'rni bor. Kak bitta xonadan qilingan, faqat teva shu holda yopilgan. Oluvchi odam buni bir qator to'sin tashlab turib, lo'm bosib turib, shibir qoqsa, bir xona uy bo'ladi qoladi mana. Sesmalarga qo'yilgan mana, xudo xolasa yaxshi. Mana shu joy sotilyapti, Farg'ona shahar MT Chikalovda 21 ming dollar deyapti. Aka qimmat desam, aka kelsin deyapti, savdolashamiz deyapti. Yo'qsa oladi yerda deyapti. Siz suv gaz bor, katta yo'qlik, ikkisi ariq suv o'tgan. Batta bilgan biladi, bilmagan endi biladi. Gazdan vashi muammo yo'q. Ha? Video yoqsa kelib bemalol olishlari mumkin. 21 ming deyapti. 7 mingdan sotib bo'lyaptimi? Tushib beraman deyapti. Aka qiziqqandan keldi. Bir xona uy ham bor ekan, o'rnasa bo'ladigan joy. Sizdan. Akalar, manzil shahar tomonidan kelyapsiz. Ovol tomonidan kelyapsiz. Mumtoz to'yxona mashina magazinda mahallaning ichida yerimiz sotilyapti. Yerni ko'ramiz, keyin telefon qilib kelamiz-da, yengil.